yakuniy bosqichga yetib bormoqda. Mana hozir quvurlar ham almashtirilyapti. Yo'nalishi almashtirilyapti quvurni, ko'prikda. Ana ikkita yangi ariq kelib, mana shu yerda birlashadidagi. Bu tomonga quyilib ketadi. Hozir mana bu ko'prikni quvurni nima qilamiz? Shu bilan biz Zokir akamizga rahmat. Zokir akamiz chiroyli ishlarni qilib beryapti. Qo'li dard ko'rmasin. Texnikasini tagidan shamol etsin. Mana bu yaxshi. Ko'z tegmasin deyman-da, ko'z tegmasin, ko'z ikmasin. Texnikasini tagidan shamol etsin deyman. Faqat biz shunday duo qilamiz. Bizda duo go'ylar bo'lar. Jon boshlab olgan, jon boshlab. Choy pay ham yo'q, bir chenakka choy ham yemaydi bular. Duo go'ylari. Siram qarab turib suv kelsin. Ko'ryapsizmi? Ular ham bizdan umidvorda. Chunki insonni qo'liga qaraganda hayvon. Bu yoqqa tushib ketmaydimi? Quvur juda pastga tushib ketmasin. Bo'la. Quvur juda pastga tushib ketmasin, bo'la. Oriq bilan baravar qilingizlar. Muzaffar bo'la. Mana bergi tomonda arig'i bilan baravar bo'lsin tagi bilan. Narrog'i chuqur bo'lib ketdi, narrog'i. Ana suv ko'llagancha chuqur bo'ldi. Ha, bu belini qayerda? Bo'ldi. Tashadiya dabadim. Bu yoqqa olish kerak. Buni tashlash kerak turbani. Chuqur bo'lib ketsa suv qayta qolib ketadi-da hozir. Bu yoq bo'ldi.